Axborotda so'rini davom ettiramiz. Futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanishiga 5 oydan kamroq vaqt qoldi. Navbatdagi mundialda O'zbekiston milliy terma jamoasi ilk bor ishtirok etadi. Shuningdek, kelasi hafta Jahon Kubogi dunyo bo'ylab turnesi doirasida O'zbekistonga olib kelinishi kutilmoqda. O'zbekistonning chinakam futbol mamlakatiga aylanish ortida davlat rahbarining sohaga qaratayotgan yuksak e'tibori mujassam, deydi ekspertlar. Millionlar o'yinini ommalashtirish yo'lidagi sa'y-harakatlarni FIFA prezidenti Gianni Infantino ham e'tirof etmoqda. Since becoming FIFA president in 2016, 2016 yilda FIFA prezidenti lavozimiga kirishganimdan buyon O'zbekistonga bir necha bor tashrif buyurish imkoniyatiga ega bo'ldim. Har bir safarim davomida mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sur'atlari va izchil modernizatsiya yo'lidan borayotgani yaqqol ko'zga tashlandi. Jadal taraqqiyot futbolda o'z ifodasini topgan. 1994-yilda FIFAga a'zo bo'lgan O'zbekistonda dono siyosat va o'zgarishlarga intilish ortidan futbol manzarasi butunlay yangicha qiyofa kasb etdi. with President Mirziyoyev himself setting the tone since coming into office in 2016. Shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning qo'llab-quvvatlovi, infratuzilmaga sarmoya kiritish va futbol ta'limini rivojlantirish natijasida salmoqli yutuqlarga erishildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda o'z lavozimiga kirishganidan so'ng sport va futbolni rivojlantirishda aniq yo'nalishlarni belgilab berdi. Mamlakat jamoasining 2024-yilgi yozgi Olimpiada o'yinlaridagi ishtiroki o'zbek yoshlarining salohiyatini xalqaro maydondagi bo'ldi. Endi esa milliy terma jamoa ham o'zining nimalarga qodir ekanini namoyon etishga tayyorgarlik ko'rmoqda. O'zbekistonning joriy yil FIFA jahon chempionatida ilk bor ishtirok etishi chin ma'noda mamlakatning xalqaro miqyosdagi imiji, nufuzi yanada yuksalishiga xizmat qiladi. Shuningdek, U20 va U17 yosh toifalarida misli ko'rilmagan natijalarga erishilganini ta'kidlashimiz o'rinli. FIFA prezidenti sifatida meni ayniqsa quvontirgan jihat shundaki, bu muvaffaqiyatlar davlatning futbolni yanada rivojlantirish yo'lidagi qat'iyatini yanada oshirmoqda. 2024-yilgi FIFAning futzal bo'yicha jahon chempionatini yuqori saviyada o'tkazgan O'zbekiston Markaziy Osiyoda FIFA turniriga mezbonlik qilgan ilk davlatga aylandi. Men 2025-yil sentyabr oyida tashrif buyurgan Olimpiya shaharchasi O'zbekistonni